Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi narx kechagina arzon bo'ladi. Bomba qilaman shu bugun. Like bosib otangga rahmat deb tursa bor, kechagina arzon qilaman. 10 ming sumchkani olib, oyoq qo'lni bir tomonga uzatib, videoni ko'rib, like bosib tursalaring, shu bugundan arzon qilaman qo'ylar. Bo'ldi, gap siz yo'q. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. YouTube ishqibozlari, to'xli qo'zi sog'liq ishqibozlariga da xolos bugungi videoda o'z xonadonimizda olib bormoqdamiz. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. O'zimiz xonadonimizda to'xli qo'zilarimizni birma-bir chiroyli qilib chiqarib beramiz. Buni ma'lumotini hozir Azbek ham o'zlaridan sekin-sekin olib boramiz da xolos narxni chiroyli qilib kechagi narxdan ham qilib tushirib, chiroyli qilib chiqarib beraman obunachilarga deyaptilar. Videoni oxirigacha kuzatib, like bosib, kommentariyga yaxshi fikr qoldirib turinglar. Biz bo'lmasa videolarimizni boshladik. Obunachilar videoda oxirigacha ko'ringlar. 3 milliondan shu bugun qo'z chiqarib beraman men. 3 milliondan ham? Ha, barra qo'zi emas, ha? Barra qo'zi emas, endi qo'zi emas, mana. Labis qildingiz. 3 milliondan qo'yib chiqarib. Qo'yadi ko'rsataman. Birinchi partiyamizga 2 dona ekan-a? 2 dona egiz variantida. Ikki egizmi? Ikki egiz. Bitta qo'ydi bolasi, ha? Yebishlarda xolos sinov o'tdi, garantiyasi bor. Bir hafta garantiyasini beramiz. Hop, yosh oyliklari. Asosani. Yosh oyliklarini to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz obunachilar. Chunki telefonda har xil ko'rinadi, katta, kichik ko'rinadi. Imkon qadar kelib ko'rib olganga yetmaydi. Yosh oyligi necha oylik deb beramiz obunachilarga. 10-11 oylik qo'zilar. 10-11 oylik atrofida, ha? Endi bo'y basiga qarab, siz ham chamal aytyapsiz, to'shni tug'ilgan tepasida bo'lmagansiz. Tepasida bo'lmaganmiz, 10-11 oylik qo'zilar. Qarasa, qochganmi, bo'g'azmi, qisirmi bular endi? Endi bu narsa deb yarimiz shu narsaga olishaveradi, ha? Endi Qo'chqor yurganmi ichida? Qo'chqor yurishgan deyishgan, egalar. Egalar, ha? Egalar qo'chqor bo'lgan deyishgan. Egiz varianti dedi, bitta qo'ydi bolalar. Xudo xolasa bugungi partiyalarni juda ko'p deyapsiz. Nima, ikkita sekin-sekin obunachilar xillab chiqarib beramiz-da. 15 ta chiqarsak u hamma har xil o'lyapti. To'g'ri. Kimdir 2 taga qubur yetishi mumkin, kimdir 5 taga. Shunaqa bitta chiqargandan bo'lib chiqarsak, birinchi partiya, ikkinchi partiya xillab chiqarib beraveraman partiyalarni. Bo'ldi, bundan ketinglarida xolos bundan ham yaxshilari bormi? Bundan ham zo'rlari chiqadi. Xudo xolasa yaxshilarini chiqarib beraman. Mana obunachilar buni simjim mana ikki. Bittasida o'shanda shunday jullarni bir ushab ko'rsak bo'ladi. Haqiqat e'tiboshlarim zo'r. Videoda katta ko'rgan imkon qadar kelib ko'rganglar mana. Hamma zo'r. O'zim o'g'aram, tulay o'z cho'ra. Katta qo'ydi bolalari bu. Katta qo'ydi. Og'adan baraka topuradi. Og'adan baraka to'g'radi mana yuzlarini qarang. Bo'ldi, endi buni asosan narxida videoda cho'zmayli 5-6 partiya deyapsiz. Video ham kino, serial bo'lib ketmasin. Buni haqiqatan video cho'zilib ketmasin. Qisqaroq londa qilamiz video. Bo'ldi. Gapiring, dangal bo'ladi. Dangalni gapiraymi? Dangal, oldi qochdi qilmang. 4.5 dan deyapman. Hop. 4.5 dan deyapsiz. Endi hech kim aytganini sotmaydi. Obunachilar dangal tushadiganingizni ayting. 100 ming plus minus qo'yadi. 100 mingni o'tib berasiz. 44 dan bo'ladi. 44 dan bo'ladi. Bo'ldi, telefon qilishadi, sunnatiga o'tib berasiz. Hech kim aytganini. Telefon qilishadi, sunnatiga o'tib beraman, Xudo xolasa. Barakasini bersin obunachilar bilan. Bu birinchi partiyamiz. Adashimiz. Telefon qilishdan oldin birinchi partiya yo'qsa ikkinchi partiya yo'qdi uka desalar, chiroyli qilib adden videoga olib tashlab beradilar. 24 soat aloqaga chiqib ko'rasizlar. Endi biz ketinglarga navbat. Obunachilar mana to'xlilar nima deyapti? To'xli o'ta zo'rlardi mana. Qora simjum kashtan deysizmi? Sariq arashonidan deysizmi? Hammasidan bor ekan. Ichida bir dona qo'chqor ham bor ekan. O'ta xillanib hammasi xohlasa. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizmi mana. Ikkinchi partiyamiz bu. Soni 6 dona ekan, ha? 6 dona soni. Bitta qo'chqori bor. Bitta qo'chqor. 5 ta sog'liqmi shunda? 5 ta sog'liq, bitta qo'chqori bor. Buni to'liq ma'lumotni sekin-sekin birma-bir berib boramiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyga yaxshilab xatomizni aytib o'tib ketaman. Buni negativ deb hisoblaymiz. Endi obunachilar bitta narsa bor. Mana narsani bizdan olyapsiz. Masalan, bugungi savdo, bugungi narxda qo'yyapmizmi? 5-4 kundan keyin bu 1 million ustiga chiqib ketsa ham biz sizdan qaytib olmaymiz. 5-4 kundan keyin narx-navo tushib, arzonlab ketsa ham bizga qimmat ekan qo'ying, qaytib ol degan gap so'z bo'lmasin. Zoti bor, chiroyli narsa, kelajagi bor narsa 5-400 ming qimmat yuradi bunaqa tozalari. Tushunmagan odam bitta qo'shningiz yo'sa qandashingiz keladi, buni qimmat topsan deb, zotiga tushunmaydigan odam qimmat topsan desa, biz buni qaytib olishga o'rin emasmiz.
kasal kusali bo'lsa, nuqsoni bo'lsa, u yoq bu yog'ida qaytib olishga, almashtirib berishga gapirligini olamiz. Shunda ham joniga emas, yemasa, ichmasa, yo'talsa, nuqsoni bo'lsa, behijolat telefon qilasizlar, 24 soat almashtirib beriladi. Xolos, shuncha yildan beri birovni orintirib ish qilmaymiz, bundan bag'am ish qilmaymiz. Odamlar prosta Xudo bergan o'zi rizqdan, xonadoniga kirib kelgan vajdan orinib nima qilsa, to'g'ri kelmaydi. 50 so'm, 100 so'm ag'bag'i biz ham tirikchilik qilamiz shuni orqasidan. 100 so'm, 200 so'm foyda qilsak sotamiz obunachilar. To'g'risini aytish kerak. Buni ham mehnati o'ziga yarasha bor, qiyinchiligi. Hamma kasbda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Bitta yarimta kasal nuqsoni borlar kelyapti, ularni berilgan yo'q. Bir qator buni sinab olasizlar. Vaqtda xolasa videoda bitta yarimta ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, telefon qilaversa, telefon orqali barcha ma'lumotni beramiz. Endi asosan bu narxida-da Azbeka buni bir joyga ayting, obunachilar bitta. Oldi qochdi qilmang, videoda cho'zmang. Cho'zish kerak yo'q, cho'zsang videoda cho'zma. Bo'ladigani deydi. Gapiring, bo'laganimi? 5 milliondan berishim mana. 5 milliondan endi qo'chqar to'g'ri 5 million tortish mumkin. Urg'ochilar ham bor endi. 5 ta to'xli urg'och ham bor. Zotli narsalar-da. Oldi o'tadigan zot bo'lganini endi baribir hech kim aytgan sotmagan-ku. Mashinani ham 30 millionga olishyapti. Undan mono qo'ydi baqsib qo'ysa bor, mashinadan yaxshi foyda qiladi. Bitta Damas'dan beradi, 5 milliondan bo'lsa 30 million so'm qarang, qo'ylar endi. 6 ta qo'ydan 30 millionga bitta Damas yaxshi. Damasdan mono yaxshi. 30 millionlar sizga mashina ham endi bittasi minib turgan mashinani sotib siz oldingizga kelish kerak ekan-da. Damasdan mono yaxshi, bolalarni olib yurishadi, ko'payadi. Gapiring, o'tadigan 5 millionda 5 milliondan sotmaysiz. O'tadigan gapiring bitta dangal. O'tadigan dangal gapiring. Mana qo'ylarni o'zi bir qator ko'rinib turibdi. 48 dan olishsin mana. Bo'ldi. 100 ming 50 ming qilib maydachilar 48 obunachilar uchun bitta gap. Yani telefon qilsa sunnatiga o'tib berasiz. Sunnatiga o'tib beraman. 48 dan bir joyga olishsa. Telefon qilgan odamning ishi bitadi, xolos. Odamning ishini bitiraman. Bo'ldi, gapsiz yo'q, barakasini bersin. Obunachilar, videoda nima qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Endi bizda xolos ketingi partiyalarga navbat. Ketingi partiyalarga endi pul yengillardan xolos. Chiqadi, xohlasa. Videoga like bosib, oxirigacha ko'ring degan. Rahmat, qo'llab tursa bor bu. Yana tushib berasizmi? Yana tushib beraman, xudo xohlasa. Bo'ldi, gapsiz yo'q. Obunachilar mana 3-partiyasiga puli arzonidan so'ragan obunachilar juda ko'p edi. Pul arzonidan qilib bering deganlarga mana 4 dona o'tog'dorlardan keldi. Telefon qilib ulgurib qolgan. Bular juda tez ketadi. Puli arzon. Yoshlari necha oylik? Azbek aka? 6-7 oylik. 6-7 oylik, ha? Yebishlarda qolsa yaxshi, ha? Yebishlar sizlarga bir hafta garantiyasi bor. Yutilsa, yeb ichmasa qaytib olamiz qo'yiladi. Lekin bizda unaqa qo'y bo'lmaydi, xudoga shukr, sog'lom qo'ylar. Obunachilar men qarang nima deyapti? Simjon toza kashdan, toza qo'ydi bolalar. Bitta salalik uchun nurroq bor ekan. Bu ham katta, ha? Baraka o'zidan 1000 marta yaxshi-da, og'adan baraka topaveradi. Kelib ko'ramiz desalar, lakaslar tashlab, 24 soat aloqa chiqarasizlar. Bu aytilgan narx muhim emas. O'tib beriladi. Sotilishi boshqa narx bo'ladi obunachilar. Bemalol telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Bular hozir 4 dona, to'rovi ham urg'ochimi, erkakmi bular? Urg'ochi. To'rovi ham urg'ochi, qo'chqor qo'shilmagan hali yo'q. Qo'shilmagan hali. Ularni boqib, choy boqib, qo'chqor qo'shilaveradi obunachilar. Zot toza narsalardan. Eng muhimi sutdan chiqqan. Orqaga qaytmaydi variantlar mana. Vaqt qarang, vaqtni o'zini ham sotaverasizmi ya? O'zini ham sotaveramiz, kelishilgan holatda sotiladi. Ha, kelishiladi, narxini bo'ldi. Narxini gapiring endi bitta. To'rovini, asosan narxida buni 1000 maqtagansiz bilan barra qo'ydi narxidan bo'ladi. Bitta gapiring, oldi qochdi qilma. Bitta qo'y narximi? 32 dan bersin. Yo 32 yo'q endi, 32 to'g'ri kelmaydi-yu. Bitta gapiraman. Gapiring, obunachilar xursand bo'lib, otangga rahmat desa bor, 3 millionga ketdi. Bo'ldi, gapsiz, barakasini bersin. Obunachilar bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa mana video chiqarishdi. Boshladik, mana Instagramga chiqarib, savdo o'zi boshlandi. Savdo avjida. Ulgurib qolgan. Bundoqa sayt deb ham kelolmaydi. Eng muhimi puli arzonlardan. 3 million so'mdan dastlabkasini vodiy bo'ylab Toshkentga chiqib beramiz deyapti. Telefon qilsalar sunnatiga o'tkazdirib beraman. Obunachilar mana oxirgisi shundaqa to'xli so'ragan
Hoca akalar bormi? Ulgurib qolinglar. Bir jup, soni ham ko'p emas, hali 10 ta 15 dan işte 2 tanlab olsangiz narxi 500 ming, 400 ming qo'yildi bo'lmaydi-da. O'zi 2 dona. 2 dona olib, chiqsa olib qolman deb pulni ichki cho'ntagida saqlab turgan hoja akalarga mana telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. O'ta xudolardan. Buni ma'lumotni, to'liq ma'lumotni sekin berishni boshlaymiz. Yosh oyliklar necha oylik Azbek aka bular? Yoshlarimi? Ha. Yoshlarini, bir qator yeb-ichishlarni hamma yog'ini to'liq ma'lumotini sekin berishga harakat qilamiz. Yoshi necha oylik dedingiz? 9-10 oylik qo'zilar. 9-10 oylik, ha? Taxminan. Qo'chqor ko'rmagan-a bular? Yo'q, qo'chqor ko'rmagan. Endi uxlab qolasan. Yeb-ichdi, sinovdan o'tdimi? Baribir bir qator so'rash. Sinovdan o'tilgan, yo'talsa, haligisi bo'lsa, kasali bo'lsa qaytaraveramiz. Bizda Almashtirib beriladi, ha? sog'lom qo'ylar, kasal bo'lsa mana yurmaydi, otga o'xshab, to'g'ri? To'g'ri. Mana obunachilar o'zi kalla oshladi, nima aytib turibdi, qaranglar. Qo'ylar. O'ta udor. Rangi yoshi o'zi bilinib turibdi qo'ylar. O'ta sog'lom. O'ynab turgan. Buni qarang, o'zi oxirgi partda buni qisqa qilamiz. Narxida asosan. Bu tilla bo'lganmi, narxi to'g'ri kelmasa bepoyda. Gapiring, narxini. 8 million ham demayman. Hop. Narxini. 78 ham deyman. Hop. Bo'ladigan ayting. 76 ham demayman. Bo'ldi. Buni Videosin. otangga rahmat, obunachilar. Qo'llab-quvvatlab tursa, kommentariyani bomba qilsa bor-ku. Ha. Ketdi 7,5 ga. Bar baraka. Hoji akalar ulgurib qolgan mana. Oxirgi partiyamizga. Manzilni yana bir qator eslatib o'tamiz. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'onda. O'zi ko'ryapsizlar. Hozir Instagramga chiqardi, YouTube'ga chiqaryapmiz. Instagramning o'z telefon boshlandi. Telefon kelishni boshladi. Telefon kelishni boshladi mana. Xohlasa ulgurib qolinglar. Kecha chiqargan qo'ylarim bor-ku. Sotilib ketyapti, qo'yni yetkazib bermayapti. Bugun bor obunachilarga qo'y qovib keldim. Bo'ldi. Sovuq emasga. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.